Assalomu alaykum qadrli fermerlar. Mana juda ko'pchilik so'raganida quyosh panellari haqida biz ayni damda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Guliston hududidagi fermer xo'jaligidamiz. Hozir mana fermer xo'jaligining nomi nima edi aka? Mana fermerimiz shu yerda. Faxriddin akamdan hozir so'raymiz. Qisqa lo'nda qilib qancha pul ketdi, necha kilovat, qancha suv chiqaryapti, shu haqida aytib bera olasizmi? Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar. Mana shu quyosh paneli 2025-yil may oyida Agrobank tomonidan 479 million kredit ajratilib, 120 kilovat tok ishlab chiqaradigan mana quyosh panel o'rnatdik. Oyiga o'rtacha 20 million, 25 milliongacha ishlab chiqaryapti. Tok ishlab chiqaryapti. 23 ming, 25 ming kilovatgacha ishlab chiqaryapti. Agrobank tomonidan 14% biza nimada 14% imtiyozli kredit asosida o'rnatganmiz. Ikkita artizanimiz bor. Mana shu artizan quduqlarni ishlatishga ishqib ancha foydasi tegib, yordami tegib turibdi. Hozir g'allani ham shu bilan sug'ordingizmi? G'allani ham shu bilan sug'ordik. G'allani ham shundan sug'orib chiqarib oldik g'allalarni. Qancha pul ketdi? Общий hammasi 500 millionga yaqin. 500 millionga yaqin. Subsidiya oldingizmi, olmadingizmi? Yo'q, hali. Endi chiqadimi? Endi chiqadi. Xudo xolasa tezroq chiqsin. Hozir quyoshli xonadon bo'yicha qanchasini sotyapsiz? Ortig'ini sotyapmiz, endi hozircha orttira olmayapmiz. Paxta g'allaga 100% sotyapmiz. Bizga oqsuv kelmaydi, hammasi artizan bilan. G'allani ekib bo'lgansiz. Tuplab qoldi hozir. Necha gektar g'allani sug'ordingiz? Shu 50 gektar g'allani sug'orib oldik. 50 gektar, o молодец. Alloh ishlaringizga rivoj bersin. Menimcha fermerlarimizga shu qisqa lo'nda juda ko'pchilik so'raydi-da. Quyosh paneli qanchaga tushyapti ekan deb. Mana tagi tomondan ham ko'rsatib qo'yapman. Qani mana telefoningizda hammasi ko'rsatib turlar ekan. Mana hozir 78 kilovat ishlayapti 1 soatga. Ertalabdan beri 266 kilovat ishladi. Kechgacha 550, 580 kilovat ishlayapti. Hozir havo bulutli emas-a, ochiq-a? Yaxshi ochiq. Mana bu yerdan boshqariladi. Mana hozir bir oyga, mana shu oyga 8000 kilovat ishlagan. Jami qo'yganimdan beri 89000 kilovat ishlagan. Agar siz hozir o'sha g'allani bir marta sug'ordingiz-a? Bir marta. O'sha bir marta sug'organingizda elektr energiyadan sarflaganingizda, masalan, nasosni tokdan sarflaganingizda qancha pul o'rtacha sarflagan, xarajat qilgan bo'lasiz? O'rtacha 3 ta artizanimga 15-18 million ketardi. 18 million. Mana shuni yopib beryapti-da. Общий mana yil. Siz o'zingiz xolis fikringizni aytingchi, masalan, quyoshli panellarda bilan sug'orish sizga foyda berdimi? Foyda beradi. Berar ekan. Kelajakda. Kelajak, chunki vaqtga to'lab turishsa, vaqtga to'lab turilsa foyda berar ekan. Chunki mana hozir noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart oyida men artizan kerak bo'lmaydi. Zapas bo'ladi menga. Zapas turadi. Men buni paxta ekkanlik, paxtaga zapas turadi. Ham o'zini kreditini yopib boradi. Hammaga zapas bo'lib turadi-da, to resursdan pul chiqadi yo svoboda pul paydo bo'lama deguncha artizanlarni to'xtamaydi, reskil o'chirib ketmaydi. Mana yaxshi tomoni, mana shu tomoni. Rahmat ma'lumotlar uchun. Chilatib sug'orishga ham ulagan ekansiz-a bu quyosh panellarini? Tomchilashga 2022-yil o'rnatilgan. Lekin quyosh panelini bu yil uladiz-a? Bunga. Shu yil may oyida uladi. U tomonda 3 ta nasosmi? 3 ta nasos dedingizmi? 3 ta nasos ishlaydi. Hozir. On 15 sotik maydonni egallaganmi? Примерно. 10 sotik. 10 sotikmi?
belgilayini shunga umidga tashlayvering